Assalomu alaykum, YouTube orqali bizni kuzatib borayotgan tomoshabinlarimiz, chorva hayvon ishqibozlari, ot ishqibozlari. Bugun hafta kuniga shanba 31-yanvar 2026-yil. Ziyanqo'rg'on tumani Begavot chorva bozoriga kelganmiz. Hozir ot bozorini video syomkasini chiqarib berishga harakat qilamiz. Kanalda yangi mehmonlar albatta obuna bo'ling, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying hamda video yoqqan bo'lsa albatta do'stlarga jo'nating. Kanalni tarqatishda yordam bering. Instagram orqali bizni kuzatayotganlar, Tirik olam kanalimiz bloklanib qoldi. Mana bir kunda aytishga harakat qilamiz. Agar ochilmasa yangi kanal ochamiz. So'rayotganlar, Instagramda so'rayotganlar, kanalimiz hozircha bloklanadi. Hozir ochilsa harakat qilamiz. Hechki yo'qsam yangi video, yangi kanal ochamiz, yangi profil ochishga harakat qilib ko'raman. Kuzatib boringlar bizni. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, do'stlar bilan bo'lishinglar. Doimo sizlarga yangi videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Demak, mana birinchi otdan boshladik. Bo'ylar 1.60. Yosh qanaqa? 8 yosh ekan. Narxini qanaqa aytasizlar? 40 million so'm kam bor ekan. 4 talati yo'q. Butun uloqqa kiradimi aka? Telefon nomeri aytasizmi aka? Telefon ot egasini nomerini beraman dedilar. ...94 kodum nemaga? 087 2371 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Keyingi otimiz mana bo'ylari 1.60 ga yaqin. To'ttalati yo'q butun. Yosh qanaqa ekan aka? 6 yosh ekan. Narxini qancha aytasizlar aka? 30 million so'm narx aytishyapti. Telefon nomeri aytasizmi aka? 94 kodim bilan 616 24-25 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin mana ekan. Sifatlarga rost chiroyli ekan mana. Orqa tomondan ko'rinishlari mana. Albatta aytamiz mana ekan. Bo'ylari bichamiz 1.60 plus. To'xtalib yo'q butun. Yosh qanaqa ekan aka? 7 yosh. 7 yosh ekan. Narxini qancha aytasizlar? 45 million deyapmiz. 5 million so'm narx aytishyapti. Kelishilgandan kelishib beraveramiz dedilar. Uloqlari hamma tomoni bor. Ulog'iga javob deyapman. Narxini, telefon nomeri aytasizmi aka? 93 kodim bilan aka. 912. Qancha? 912 93 93 53 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bemalol mana otdi. Mana oborib ketdi, ko'raverasizlar. Neyse bunu baş kele toy ekan, lekin o'ta chiroyli. Hangi tushma? Yosh qanaqa ekan aka? 2,5 yosh. 2,5 yosh ekan. Bo'ylari 150 plus. 60 ga yaqin. Butun lekin zo'r toyli ekan. Mingi qilinganmi aka? Aka? Mingi bo'lmagan, yo'q bo'lgan. Mingi bo'lmagan ekan hali. Turli. 94 kodim bilan 016 016 52 00. 5200 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin bemalol. Yasha so'rading hozir. Zaydni biri qirilla otlab yo'qsiz. Zat qanaqa bo'libdi aka mana? Zatini ham aytib qo'yaylik. Sabzi bilarkansan, tanishtiraver. Bilmaymiz akamiz. Zatini surishtirmaydik deyaptilar mana aka. Yuraynachi. Mana bu tuyatdan 1.60 plus tuyoqlari butun. Tirik olam degan kanal. Tirik olam? Ha. Narxini qancha aytasiz aka? Narxini qancha aytasiz? Narxi 30 30 million. million. Narx aytishyapti, bo'ylari 1.60 plus atrofida. Yosh qanaqa aka buni? Yoshi 5 yosh. Uloqqa yuradimi aka? Uloqqa javob berdi. Zat qanaqa buni? Qora zot iymons ekan. Telefon nomeri aytasizmi aka?
88 kodu buna. 154 254 44 11 raqamlarga aloqa chiqishingiz mumkin mana qiziqqanlar bemalol. Keyingi tayimiz mana. Chiroyli ekan. Hamma joyi zo'r kelishgan holatdagi toy ekan. Bo'ylari 150 ga 150 ga boradi. Ha, 150 bor. Narxini qancha aytasiz aka? 25 million deyapmiz. 25 million so'm narx kam bor ekan aytishyapti. Yosh qanaqa aka? Yosh bahorga 1 yosh, mayga 1 yosh bo'ladi. May oyiga 1 yosh bo'ladi deyaptilar. Tishlar ko'rsatib. Toy zo'r ekan. Mayda. Mana ekan tishlar. Telefon nomeri aytasizmi aka? Aytamiz. Ayting. 94 ko'di mana. 279 279 33 33 raqamlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Satilib ketmasa bemalol aloqa chiqarishadi. Lekin toy zo'r ekan haqiqatda. Toylik o'tib ketyapti endi. Qisir bu. Hisobini biya mana ekan, qisir ekan. Yosh qanaqa ekan? Yoshini bilmayman. Yoshini bilmayman. Bolasini mashina? Yo'q. Otdeni toy ekan. Bundan narxini qancha aytasiz? 18 million. 18 million narx aytasiz. Bunisigacha, biyegacha 19 million. 19 million so'm kam bor. Telefon nomeri aytasizmi aka? Telefon yo'qmi? Telefon yo'q deyaptilar aka. Keyingi toylarimiz mana ekan. Yosh ochoqchalar. Ular taxminan 140 pelis, 150, 135 shunaqa bo'ylar. Nechta tog'a bular hozir? Hozir 6 ta bor. 6 ta ekan. Telefon nomeri aytasizmi tog'a? 90 90 kodi mana. 272 272 3156. 3156 raqamlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Hozir. Narxlarni qanaqa aytasiz aka? Hop, mana bayta. Hop, 12 kami bor. 12 million so'm kam bor deyaptilar. Mana erkin. Hop, 14,5. 14,5 million kam bor ekan. Mana bu ham bayta. 13,5. Chiroyli ekan, 13,5 million. Bayta. Nisbat chiroyli ekan shu. Mana erkin. Hop, 15 kami bor. 15 million so'm narx aytishyapti. Yoqqanlar boyagi nomerga aloqa chiqishini mumkin. Birinchi yaqinroq turgani uchun nomerlarni oldim mana. Ko'raverasiz. Chiroyli ekan hammasi. Albatta yakkali tayimiz mana. Bo'ylari 150 pelis. 16. 16 million 70. Eti ham yaxshi ekan, nisbati ham chiroyli ekan. Mana Yosh qanaqa ekan aka? 1.5. 1,5 yosh. Qanchaga sotilibdi? 16 million 200 ming so'mga hozir baraka bo'libdi bu to'y mana. Video qo'yayotgan mahalimizda 16 million 200 mingga baraka bo'libdi. Albatta aytamiz mana. Bu ham shu 1.50. Pelis atrofida yoshlarni hozir. So'rang. Yosh qanaqa ekan? 2 yoshar. Narxini qancha aytasizlar? Ha. Qancha? 20 million so'm narx aytishyapti. Telefon nomeri aytasizmi? 50 kodi mana. 0011 009 4376 raqamlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Sal bozor shovqinligi uchun otliqdagi bolalarni davish ham ishtilmayapti. Bozorda odam ko'p. Shovqin bor. Keyingi tayimiz bo'ylari 135 tepasida. 40-35 orasida. Narxini qancha aytasiz? 12 million so'm kam bor deyishyapti. Telefon nomeri aytasizmi? Telefon nomeri. Telefon nomerlari yo'q ekan. Rosa chiroyli bir. O'tirib hozir videoga olishga harakat qilamiz. Bo'ylari 140 pelis. Yosh qanaqa ekan aka?
7 oylik ochiq ekan. Narini qancha aytasiz aka? 15 million so'mdan qatishadi. Telefon nomer shart emas, aytaveramiz deyishyapti, lekin chiroyli to'yga. Navbatdagi to'yimizda o'sha bo'ylar 40 pilis atrofida. Aytaverasizmi, yashini 88 ko'di mana telefon nomerlar. 594 594 0919 0919 raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin mana aka. Lekin to'g'ri so'ralgan. Yash qanaqa ekan buni? 1 yosh. 1 yosh ekan. Hozir to'g'risi gap bitta novoz kirib qolib, sal videoni to'xtatib qo'ydik. Albatta e'tiboringizga mana yana yetib keldik. 45 pilis. 4 ta ekan a? 13 ta boring hozir B100 da 4 ta deyaptilar. Yoshlari qanaqa bularni? 6 6 oylik to'yli ekan. Bağırsan kilo ayırattı. Telefon nomeri aytib qo'yasiz aka? 93 ko'di buni ekan telefon raqamlari. 196 22 11. Nechi? 196 196 22 11 raqamlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Ya'ni bor ekan bundan tashqari ham 13 ta bor debdilar. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. 9 million so'mdan 15 million so'mgacha borganlari bor, narxlari deyishyapti. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Buni hozir bozorni to'xtatamiz. O'zi gap o'ta shovqin bo'lib ketdi. To'xtatamiz bu bozorni. Qo'y bozoriga o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Kanalda yangi a'zolar albatta obuna bo'lib qo'ying. Yoqqan bo'lsa, albatta kommentariyada fikrlarni qoldiring.